Barchaga assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar va biz muntazam kuzatib kelayotgan aziz obunachilarimiz. Mana bugungi sanamiz 4-may hafta kuniga o'rtoqlar yakshanba Jiguli bozoriga ham o'tdik. O'rtoqlar o'sha sizlar so'ragan arzon, qulay narxda Jiguli so'ragan obunachilarimizga hozir o'sha 5 milliondan boshlab o'rtoqlar 15 million, 20 million so'mlik Jigulilarimizdan ko'rsatib o'tamiz. O'sha xalq bop o'rtoqlar variantga deganlarga hozir variantga ham so'rab bilamiz o'rtoqlar. Hozir bir chekkadan bozordan egalari ruxsat bergan chiroyli qilib so'rab ma'lumotlar bilan e'tiborlarga taqdim etib boramiz. Video olsa bittadan like bosib turinglar o'rtoqlar. Juda ko'pchilik like bosib istinchi bo'lyapti o'rtoqlar. Videoga berilib bitta bosib qo'ying o'rtoqlar, bosdinglarmi? O'rtoqlar sizlarda ham mabodo shunga o'xshash sotiladigan texnikalar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishinglar mumkin. Onlayn reklama qilib beramiz. Bozorga kelib sarson bo'lib issiqda kunida bir bozor, ikki bozor yurmaysiz do'stlar. Bizda sotish koeffitsienti anchagina yuqori. Juda ham ko'p obunachilarimiz onlayn reklama qilib sotib ishlarni bitirib beryapmiz. Telegram kanal ham ochganmiz o'rtoqlar. Bunga ham o'tib obuna qo'ysalar, mana shu bozorga chiqmagan mashinalarimiz va bozorda realniy sotilgan va qaytgan mashinalar ishlar o'zidan tagida video qilib, qisqa qilib videosini qo'yib boryapmiz. Bemalol Telegram kanalimizda ham bugungi kunda sotilgan mashinalarni narxini ham kuzatib borishinglar mumkin o'rtoqlar. Mana Jigulilarimiz ko'rib turibsizlar, har xillardan chiqqan, hozir chiroyli qilib ko'rsatib boraveramiz. Aka, yili necha edi buni? 93 yili. 93 ekan-a. O'rtoqlar mana 93-yilda ishlab chiqarilgan mana Jigulimizdan boshladik. Ko'ringlarchi. Xo'p, qanaqa buni yurish turishlari, holati? Yurishda buni muammosi yo'q. Motor, korobka, zatimiz qanday yaxshi. Gazichi? Gaz temir. Gaz temir. General chiqaradi. Generalni siraz beraman. Generalni chiqaradi deyapti o'rtoqlar. Mana ko'ringlarchi Jigulimizni. Motorchilar kiras demagan bagajlarga. Aha. Mana o'rtoqlar. Motor qilib beraymi? Bitta yurgizingchi bo'pti. Uni bir kira vaqt qo'yayman. Qani? Benzinga yuradi. Benzin gazga yuradi. Gap yo'q. Xo'p, balonlari ham o'rta holatda ekan hozircha. Qo'yadigan salonni ham bitta ko'rsatib qo'y. Saloni o'sha uzun radnoy sidinalar. Radnoy sidinalari deyapti. Gaz 80 tami? Gazi 75 ta. 2033-yilgacha. 2033-yilgacha, ha? O'qalar kiras demagan. Mana pollari ham radnoy holatda turibdi. Nechi pul aka? Nima $200 men olaman. Bo'lar. Bundan kam yo'q. 1200. Xo'p, pasport ham yangisan, ha? Yangi pasport. Tekshirib oladi, gazlar chiqmasa bekorga ba'zi. Mana bemalol tekshirib olasizlar. Xo'p, yaxshi. Bo'lari 1200 bo'lsa, beramiz. Bundan arzonroq ham bormi? Bundan arzonroq o'yda 3 ta bor. 5 milliondan boshlab $700gacha sot mashinalarım bor. 5 millionlikdan nechta bor? 5 millionlikdan 2 ta bor. 5 millionlikdan 2 ta bor. Qanaqa yuradimi? Yarimtaga yuradi, shuna temir gaz. Temir gazlari bilan. O'rtoqlar akamizni doim ko'rsatamiz. 5 million so'mdan ham Jigulilar bor ekan, temir gaz yurib turgan Jigulilar bor. Variantga ham qilib beramizmi? Ammo variant yo'q. Variant yo'q-a? Xo'p, dastavka bor-a? Dastavka O'zbekiston bo'ylab bor. Qilib beramiz. Bo'ldi. Telefon raqamingizni ayting bitta. 90lik. 554 554 90 90. Bemalol akaga aloqaga chiqaverasizlar. Oybek kanalidan ko'rib keldik deganlarga bozordan ancha yengil qilib beramiz. $50 skitkasi bor, ha? Do'stlar, bexijolat mana buni ham 1200 naqsan akanga beramiz deyapti. Xo'p, uyda nechta bor jami? 15 tacha bor. 15 tacha bor. 15 tacha o'rtoqlar Jiguli bor akaga. 0 bor, 0 shimozlarga. Ha, 0 gacha bor. Hammasidan bor. Bexijolat do'stlar aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, aka barakasini bersin. Xudo xolasa aloqaga chiqishar, obunachilarga chiroyli narxlarda qilib beramiz, ha? Xo'p, aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Xo'p, ketdik. O'rtoqlar, endi navbatdagi mana Jigulilarimizdan ko'rsatib o'tib boraveramiz. Ko'ryapsizlar, Jiguli bozorda ham savdo deyarli yo'q o'rtoqlar mana. Hozir akamizni doim videolar qo'yamiz. Shu ko'pincha shu $500 dan shu $1000gacha Jigulilar bo'lardi akamizda. Hozir ham bor ekan. Endi bozorga olib chiqmadim deyapti. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, qani mana shu yerda shu chekkaroqdan boshladim. Ayta yana bu qatordan keldim. Nar tomonlarda ham bor. Hozir u yoqqa ham o'tamiz. Va akalar, sotamiz buni. Necha yili? 84.
Xo'p, o'rtoqlar, ko'ringlarchi, mana ko'k Jiguli zo'raganlarga 84-yilda ishlab chiqarilgan va yurish-turishlari yaxshimi? Motorlar qanaqa? 01 motor. Rasxod yo'qmi? Rasxod yo'q, ha? Gazlar o'rnaga. Benzinga yuradimi? Benzinga? Faqat gazda. Xo'p, o'rtoqlar, mana ko'ringlarchi. Balonlari. Nech pul deyapsizlar? $8 beraman, sobunachalaringiz kelsa. $8? Ha, sobunachalaringiz ketib qolsa $8 beraveraman. Kami ham bormi? Kamaytirib ham beraman o'zim-o'zim hali. Gazi qanaqa, temirmi? Kapron. Kapronmi? Nechtalik? Ruxsatlari bor, 80 talik. Ruxsati bor, ha? 80 talik o'rtoqlar, gazi faqat shu kapron ekan. O'rtoqlar $8 kelishtirib ham beraman deyshap. Aka, bularni nech pul qilib beramiz obunachilarga? Bularni aytingchi. Beraman. Sobunachalaringiz kelsa, yo'qsa boshqa hech qilmayman. Qarang, $500 naqqa. Yo'q. Bitmaydimi? $8 ga o'zim barakasiga o'tib beraman. Qancha? $600 ga. Yo'q, barakasiga o'zim o'tib beraman, ko'p emas. 650 ga. Yo'q. Ha, bo'pti 700 ekanda. Barakasiga 200 ming o'tib beraman men. Ya, endi 200 ming. Demak, o'sha 700. Qado yurib turgansiz. Qarang, $700 naq beradi, endi gaz ham qo'yadi olgandan keyin buni. Yo'q, qo'yadi o'sha. O'shancha olsam-da. 700 berishadi. Barakasi. General chiqadimi bu? Lubba do'kin bitadi. Bo'ladi. Bo'l, telefon raqamingizni beringchi. 90 223 223 2080. 2080. Xo'p, yana ham pul ozroqlarga bormi? Mana. Bunisimi? Xo'p. $1000 ga beraman. Temir gaz, GPVB motor hamma yo'q. Necha yili buni? 83. 83-yil o'rtoqlar, $1000. Variantga ham bormi? Faqat naq. Ha, faqat naq o'rtoqlar, $1000, 83. Temir gaz, ha? Temir gaz. Xo'p. 90 talik gazlar. 90 talikmi? Mana ko'ringlarchi o'rtoqlar, $1000 ga bo'lsa berib yuboraman deyapti. Jigulimizni. Xo'p. Mana buni ham ko'ringlarchi. Motorda rasxod yo'qmi? Yo'q. Korobka moslar ham yaxshi. Xo'p. Bunga telefon raqami nechi? 90lik. 223 2080. Bo'ldi. Shu nomerlarga do'stlar bexijolat aloqaga chiqaverasizlar. Bunisini $1000 ga qilib beramiz deyapti. Buni 8 ga o'tib beramiz. $8 ga o'tib beramiz deyapti. Bo'ldi aka, xohlasa aloqaga chiqishadi. Xo'p, ketdik endi. Mana shu qatorga o'taylikchi. O'rtoqlar, mana Jiguli bozor avjida. Ha. Tak. Qaysidan ko'raylik? Xo'p. Sal bunday bo'limingizni ko'raylikchi. Va akalar, nechi buninglar? Hop, qizil. 76-yil. Nech pul deyapsizlar? 1600. 1600. Kam bormi? Bozor nech pul? Bozor nech pul qildi? Bozor Hali bozori bo'lmadi. 83 dedingiz-a yilini? 76 buni. Ha, 76 mi? Yurish-turishlari yaxshimi? Zo'r, hadovoylari zo'r. Temir gaz. Temir gaz 80 talik. 80 talik temir gaz. Qani buni ko'raylikchi, birinchi motorini ko'raylik. 03 motor. Ha? Korobka moslar ham yaxshimi? Holati zo'r. Xo'p, udastrashni yo'q-a? Yo'q. Balonlar ham, ha? Boshqacha. Mana salonlarni ko'ringlarchi. Xo'p, yaxshi. Benzinga ham yuradimi aka? Yuradi aka. Benzin gaz. Baklari ham turibdi orqada, ozgina mikroxayolat. Tagim radnoymi? Radnoy, o'ziniki. O'rtoqlar, mana bakimiz 1600 to'g'ri. 1600 kamaytirib beriladi. Faqat naqdmi? Yo, variant ham bormi? $8 bilan shu o'zimizdagina kelishsa variantga qilib beramiz. $8 puli borga variantga ham chiqarib beramiz, ha? Mana shu o'zimizning Namangandan bo'lsa. Xo'p, naqqa qancha aka? Bu mana 1300. Bo'lari? Bo'lari 1300. Bo'ldi. O'rtoqlar, bo'li degani oxiri taqalgan. Undan kami yo'q-a?
Yo'qcha bormi barakasiga o'tib beradigan joyi? Sizga barakasi bilan aytamiz. Bo'ladigan o'rtalab $1300 naq sanaganga berib yuboramiz, ha? Bir oramiz. Bo'l, telefon raqami deydi. 99 99lik 519 519 82 84 82 84 raqamiga do'stlar Oybek kanalidan ko'rib chiqdim deganlarga berib yuboramiz. bir oramiz. $800 bo'lib borga yetmay qolganiga variant ham chiqaveradi. Bir oy, 1-2 oyga qo'yadi. 1-2 oyga yetmasa mana chiqarib berib yuboramiz. Dokumentlari ham 100%. Bo'ldi. Aka, xudo xolasa aloqaga chiqishadi. Sog' bo'ling aka, charchamang. Xo'p, ketdik. Endi o'rtoqlar mana bu tomonga ham o'taylik. Aka, sotamiz buni? Bu ham sizlardanmi? Nechi buninglar? 88-yil. 88-yil o'rtoqlar. Buni ham ko'ringlarchi. Qanaqa yurishtirish, motor, hadovoy. O'ta zo'r holatda uzun o'zi. Anchadan beri minib yurgan mashinamiz. Hadovoylari zo'r, korobkalari zo'r, motori mo'ya maydon holatda, temir gaz. Temir gaz. Udar kaltak. Texnik pasportlarda. Yo'q-a. Motor. Bu ham 0.3 motor bosilgan. Xo'p. 06 uzuni blogi uyda turibdi. Aha. Qo'shib beramiz. Ha? Qo'shib beramiz. Mana salonlarni ham ko'ringlar o'rtoqlar. Xo'p. Necha pul aka bu? 1300? Kami bor? Mingga beramiz ekanda. Ha? Mingga bitmaydimi? Beraylik. Naq bo'lsa. Naq tortishmaydi odamga 1100 ga beramiz. Hijolatli haliga misol so'ragan odamga hijolatli ishlaydigan foyda. Ha, 1100 bo'lsa, naqqa bo'lsa berib yuboramiz. O'rtoqlar 100%. Generalni qilib beraveramiz, ha? O'rtoqlar mana $1100 naq sanaganga berib yuboramiz deyapti. Bunga ham shu nomermi? Xuddi shuni. Nechi edi? 99 99 kodi bilan 519 82 84. 82 84. Ha, shu nomerlarga do'stlar bexijolat aloqaga chiqaverasizlar. Aka bozoringiz bersa, xohlasa aloqaga chiqishadi. Xo'sh. Sotamiz buni? Nechi yil? Ha? Ha, bo'ldi, gaplashib yuborishsin. Aka, sotamiz buni? Nechi yil? 78. Qanaqa aka holatlari, yurish-turishlari yaxshimi? Xo'p, motor, korobka, moslar yaxshimi aka bu? Dehqonnikimi bu deyman? O'rtoqlar ko'ringlarchi. Rasxodlari yo'qmi aka? Gazi qanaqa? Temir. Nechtalik temir? 80 talik temir. Gazi ochilmaydimi aka? Narxi nechi pul aka? Qancha? $1,5 kilometr beriladi. Benzinga ham yuradi. Benzin, gazga, muz korobkalar yaxshi. Texpasport ham yangidanmi? Pasport yangi, generalni dokumentlarida bo'ladi. Generalni bitadi. Xo'p, variant yo'qmi aka ehtiyot? Qancha pul? O'rtoqlar mana $500 puli boriga qolganini variant ham chiqarib beraveramiz deyapti. Hujjatlardan muammo kamchilik yo'q, generalni afarvini bo'lar ekan o'rtoqlar mana. Ma'qul kelsa aloqaga chiqasizlar. Aka, telefon raqami nechi edi? Telefon raqam 91 kodi bilan 579 4007 da. Shu nomerlarga do'stlar mana aloqaga chiqaverasizlar mana variantga. Jiguli so'ragan obunachilarimizga 011 generalli bilan gap yo'q. Aka bozoringiz bersin, xohlasa telefon qilishadi. Qani bu negasi kelmadimi hali? Nechi yil? 85. 85-yilda ishlab chiqarilgan. O'rtoqlar, navbatdagi Jigulilarimiz. Buni ham bir ko'raylikchi. Xo'p, qanaqa endi bu motor? 011 motorda. Xo'p, rasxodlari yo'q-a? Udar kaltak yo'qmi? Baloni o'rta holatda ekan, ha? Mana salonlar. Shumka bo'lganmi? Shumka bo'lganmi? Ha. Shumkalarigacha bor. Elorik, to'rik, jihod. Gazi qanaqa, temirmi? Kapron nechtalik?
O'rtalar kapron ekan. Qo'llari shumka bo'lgan ekan, shunday desa bo'lgan. Xo'p, necha pul ekan puli? 850 dollar. Kam bormi? 850 dollar o'rtoqlar kami bor deyapti ekan. Menimcha eda baraka bo'lyapti ekan, savdo bo'lyapti ekan. Mobodo do'stlar sotilib ketib qolmasa, aloqaga chiqasizlar. Bu qancha atrofida bitib qoladi? Bir 600, 700, 500 dollarda bitib qolmaydimi? Bo'lish 800. Ha, bo'lari o'rtoqlar 8 dollar naqd sanaganga beraveramiz. Tex pasportlari muammosi yo'q. Generalniy оформление bo'ladi. Xo'p. Telefon raqami nechi bunga? 99lik. 494 66 66 raqamiga do'stlar bexijolat mana aloqaga chiqaverasizlar. Yaxshi, bozorlarga bilsin, to'g'ri aloqa chiqishadi. Xo'p. Ha? Oybeguz kanal. Oybeguzdan chiqadi ekan. Xo'sh, o'rtoqlar. Mana bu yoqda ham Jigulilarimiz bor ekan. Nu egalari yo'qmi deyman. Mana uni ham bitta ko'raylik desam. Bu akalar mana kimdan ekan? Yo'qmi egasi? Egasi yo'q ekan o'rtoqlar. Bo'lganda qo'yib ketardim. Lekin zo'r bu ham o'rtoqlar yukka zo'r mashinamiz. Endi iloji yo'q, egasi yo'q ekan-da akalar. Issiqda hamma salqinga qochgan. Mana bu ko'raylik. Voy, kimdan bu? Tezing yuribchi. O'rtoqlarcha kechib qolibmiz. Mana Jigulimiz 7 millionga baraka bo'pti. Ozgina kechib qolibmiz bu tomonda. O'sha sotilib ketib qolibdi mashinamiz. Gap yo'q. Nechinchi yil aka bu? 85-yilda ishlab chiqarilgan Jigulimiz mana 7 millionga baraka bo'ldi. Hali gap yo'q. Qulluq bo'lsa aka, yaxshi kunlarga mininglar. Ana. Xo'p, ketdik endi. Mana tomonda sal nima deydi? Sal chiroyliroq bir bo'liminni Jigulilarimizni ham ko'rib sotamizmi? Necha yili? Necha? 87. Xo'p, ko'rsak bo'laveradimi axir? O'rtoqlar mana ko'ringlarchi, 87-yilda ishlab chiqarilgan Jigulilarimizdan ko'rsatib o'tamiz. 011 motorda. Rasxodlar yo'qmi? Yo'q. Korobka bo'lsa qanaqa? Yo'q. Oldilari butuni. Xo'p, balon o'rta holatda, ha? Xo'sh, salonlariga keladigan bo'lsak, chexol poliklari hamma yog'i yaxshi. Magnitofon kolonkalari ham bor. Gazi qanaqa? Temir? Temir, ha. 100 talik nechtalik? 65 talik. 65 talik. 65 talik. Benzin ham yuryapti? Benzin ham yuradi. Benzin ham yuradi. Zapaskalarimiz bor. Damkrat kulchlar ham bormi? Damkrat bor, kulch yo'q. Damkrat bor, kulch yo'q. Nechi pul? 1,5 ming ham bor. 1,5 ming kami bor. Bozor nechi pul qildi? Bozor o'sha 1300 ga ham bermadingizmi? Yaxshi bo'pti. Naq bo'ldimi? Ajdanami? Qarang, aka, naqqa arzonroq berasizmi? Kattalar bilan gaplashing. Ha, kattalar bilan. Bo'ldi, tushunarli. Telefon raqam 94lik 994 50 50 66. Bo'ldi. Shu nomerlarga do'stlar bexijolat mana aloqaga chiqaverasizlar. Endi kelib, ko'rib, minib, yoqsa do'stlar tepasida turib baraka qilib bo'lsa. Demak, ajdaniga ham bormi? Naqdga? Faqat do'stlar naqd puli borlar aloqaga chiqasizlar. Xo'p, yaxshi. Bunisi ham sizlardami? Bunisi? Egasi ichida o'tirishdi. Hozir bilamiz. Xo'p. Xo'p. Qani mashina. Bu akalar kimdan? Bu sizlardan emasmi bu? Sizlardanmi? Sotamizmi? Necha yili buni? 83. O'rtoqlar, ko'ringlarchi, navbatdagi Jigulilarimiz 83-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Hozir holatini bir ko'rib chiqamiz. Ko'rsak bo'laveradi? Oybeguz kanal aka.
Mana motor, korobka moslarda bir kamchiligi yo'q, ha? Xo'p, minishga tayyor. Gazi qanaqa aka? 80 talik temir, ha? Mana o'rtalar salonlarni ham ko'ringlarchi. Salonlar ham yaxshi holatda. 80 talik temir gazlarigacha bor. Ammo lekin starasi bor ekan mashinamizda. Mana ko'ringlar, kraskalari ham cho'tka chiqqan ekan. Gap yo'q. Hozir narxini bilaylik-chi buni. Aka necha pul deyapsizlar buni? 2000 kami bor. Xo'p. Bozor necha pul bo'ldi aka? Bozor bo'ldimi? Variant yo'qmi? Faqat naqd. Aka 1,5 atrofida bitadimi? Tepadami? 1,5 tepasiga yurganga beramiz, ha? O'rtoqlar 1,5 tepasiga qo'shganga beramiz deyapti. General chiqadimi? Hujjatda muammo yo'q, ha? Bo'ldi. Hujjatda muammo yo'q. Telefon raqam nechi? Nechi? 99lik. 729 250. Ha, shu nomerlarga do'stlar mana bexijolat aloqaga chiqaverasizlar. Bunisini ham sotamizmi? Qani bunisini ham ko'ramiz o'rtoqlar. Nechi bunisi? 88. Oppog'idan minaman deganlarga o'rtoqlar mana bunisini ham ko'ringlarchi. Kraska bo'lmagan. 011 motor. Korobka moslar ham yaxshi. Mana. Benzin gazga yurarlar. Gazichi 70 talik temir balon o'rtoqlar mana. Ko'ringlarchi. Xo'p, mana zapaskalarimiz, pollarni ham ko'rsak bo'ladimi? Tagi shumkalar bo'lgan ekan o'rtoqlar. Holatda sostoyanalari yaxshi. Nechi pul aka bunisi? 2200 ozmos tushib beramiz. 2200? Ha, ozmos tushib beramiz. Ozmos tushib beramiz. Motori yo'q, kaltagi yo'q, mashina zo'r do'xoz. Bu ham naqqa faqat, ha? Hujjatlari muammosi yo'q. Generalniy farmini bo'ladi. Bu ham shu 1,5 tepasida, ha? Ha, salti bor. 2000 dan ozmos tushib beramiz. 2000 dan ozmos tushib beramiz deyapti. Telefon raqami nechi bunga? 88 lik. 88 kodi bilan 009 66 65, ha? Shu nomerlarga do'stlar bexijolat mana aloqaga chiqaverasizlar. Jiguli ishqibozlari bo'lsa mana. Xo'p. Ketdik biz. Navbatdagi Jigulilarimizga o'tib boraveramiz o'rtoqlar. Mana bu tomonda men ko'k Jigulilarda ko'rdimmikin? Hozir issiqda men ham boshim aylanib qolyapti. Aka sotamizmi? Nechi yili? 81. Qanaqa aka holati? Yurish-turishlari yaxshimi? Zadimiz, korobkasi yaxshi, o'ga. Rasxodlari yo'q, ha? Hadovichi yaxshimi? Hadoviy Gazi qanaqa aka? gaz temir. Temir nechtalik? 80 talik. 80 talik temir gaz. Xo'p, mana o'rtoqlar motor. Motor 3 motor. 3 motor. Qoyil. Xo'p. Mana ko'ringlarchi, salonlari, chexol, polik, magnitofon kolonkalarimiz ham bor ekan. Xo'p, to'rtta balonlarimiz holati yaxshi. Mana gazimiz, zapaskalarimiz, pollari. Aka texpasport qanaqa? Yangidan. Ha? Yebalari bor. Hujjatda muammo yo'q. General chiqadi. Nechi pul? 18 million kam bo'ldi, o'ga. 18 million kamaytirib beriladi. Kamaytirib beramiz. Faqat naqdmi? Naqdga. Bozor nechi pul qildi aka? O'zi 12 million, 13 million qilib turibdi, o'ga. 13 ga ham bermadingiz. Naqd Naqd. qo'shganga beramiz. Ozmas yurganga. Beraveramiz. O'rtoqlar 13 million bozor narx qilishibdi, berishmabdi. Ozmas tepasiga yurganga berib yuboramiz deyapti. General chiqadi? Chiqadi, o'ga. Telefon raqam? 93 lik. 93lik. 193 0773. Ha, shu nomerlarga do'stlar bexijolat mana aloqaga chiqishinglar mumkin. Mashaltik yo'qmi? Xo'p, yaxshi. Aka bozoringiz bersin, ha? Sog' bo'ling. Sotamizmi aka? Nechi yili? Sotmaymizmi? Hop. Xo'sh, tak. O'rtoqlar mana shu gulilar bozorda
Hamma issiqdan qochib mashinaga o'tirib olishibdi akalarimiz ham. To'g'risi mendan ham issiq o'tib ketdi. Oh. Ah. Sotamizmi? Assalomu alaykum. Ama keç çıkarırsan kanalını tez çıkarıp ol. Keç obarırsan. Kechmi? Ha, etni tez çıkarıp ol. Endi qarang. Okulga tez basarlar alu Men uyga borib, buni montaj qilib qo'ygunimcha, Yo, ajoyam bo'ldi. oson emas-da. Mashinada turib shuni chiqarib yuborsam bo'lsa ekan iloji. Endi necha yili? 88. 88 o'rta olaman. Ko'ringlar-chi. Poyezd kaskasiga xolos. Radnoy. Hop. Etib etkiras. Qanaqa endi? Motor, korobka, muz, hadovoy. Gazlari qanaqa? Temir? Temir, ha, 80 talik. 80 talik temir. Demak, binishga tayyor. Bekami ko'z. Qani ko'raylikchi 011 motorda. 11 motor, zavodskoy. Xo'p, zavodskoy motorda o'rtoqlar. Xo'sh, yaxshi. Salonlar emas. Salonlarni ham bitta ko'raylikchi. Salonlar ham radnoy turibdi ekan shekilli. O'rtoqlar, mana ko'ringlar, salonni qaranglar go'zalligini. Xo'p, 80 talik temir dedik-a? 80 talik. Shumka ham bormi? Yo'q, shumka. Yo, shunga qilinmagan. Shumka qilinmagan, ha. Mana 80 talik temir gaz o'rtoqlar. Qo'llari ham radnoy holatda. Zapaskalarimiz bor, kulchlar bor ekan, ha. Benzin gazga yuryapti. Necha pul? 2800. Kami bor? O'zimiz kelishimiz. Bozor necha pul qildi? Bozor necha pul qildi? 24 taga bermaydi. 2400 ga? Bermaydi. Zo'r bo'pti-yo'mi? 2400 ga bermaydi. Naq bo'ldimi? Naq bo'ldi, yo'q, nima berdi. 2400 ga. Bo'lmaydimi 2400? O'zimiz nasıl kelishamiz? 2,5 ekanda-da. berib O'tjada. yuboramiz. 2,5 naq bo'lsa berib yuboramizmi? O'rtoqlar, 2,5 dollar naq sanaganga bo'lsa berib yuboraman deyapti. General chiqadi? Chiqadi, Apple generalida bo'ladi. Bo'ldi. Telefon raqamingiz? 94 94 kodi bilan 452 necha? 452 452 89 59. 89 59 raqamiga do'stlar bexijolat Oybek kanalidan ko'p chiqdim deganlarga barakasiga o'tib berasizda. Mayli, jingo'siz atdingiz, mayli, jingo'siz o'pam beradi. Bo'ldi. Unga odam maza qilsin. Ha, bo'ldi aka. Bozoringiz bersa, doli saloq